O'zimni yaqin og'aynimning nomiga yaqinda firibgarlar 100 million kredit olib qo'yishdi, majburan to'ladi. Hech nima qila olmadi. Mashinasini sotdi, tomorqasini sotdi, molini sotdi, baribir u pulni to'ladi. Ko'p etdim unga, o'rtoq, mana bu funksiyani yoqib qo'ysang, seni nomingga firibgarlar kredit ola olmaydi desam ham e'tibor bermadi. Kim ham meni nomimga kredit olardi deb. Xullas, o'rtoqlar, ozgina videoga e'tibor berib qo'ysangiz, sizga ham shu qimmatli ma'lumotni berib qo'yaman. Agar siz ham shu funksiyani yoqib qo'ysangiz, sizning nomingizga hech kim, dunyodagi eng kuchli hacker ham, e'tibor bering, hatto o'zingiz ham bankka borsangiz, sizning nomingizga u funksiyani o'chirmagunizgacha kredit ajratishmaydi. Xullas, o'rtoqlar, kredit taqiqi degan narsa chiqqan. Ko'pchilik xabari bo'lsa kerak, lekin bilmaganlar ham bor. Uni 3 xil usulda yoqishingiz mumkin. Birinchisi infokredit.uz sayt orqali, ikkinchisi MyGo platformasi orqali, uchinchisi esa Katim ilovasi orqali siz kreditga taqiqni yoqib qo'yishingiz mumkin. Agar siz bu kreditga taqiqni yoqadigan bo'lsangiz, sizga QR kodli ma'lumotnoma beriladi. Ya'ni shu shaxsga shu sanadan boshlab kredit taqiqi yoqildi degan. Mabodo shu taqiqni yoqqaningizdan keyin kelajakda qaysidir firibgar uddaburonlik qilib sizning nomingizga mabodo kredit oladigan bo'lsa ham, bemalol siz sudda o'sha hujjatni ko'rsatib, bemalol barcha muammolarni o'zingiz foydangizga hal qilishingiz mumkin. Shu funksiyani yoqib qo'ying. Agar siz kredit olishni xohlamasangiz, ko'proq ota-onangizga, yaqinlaringizga, farzandlaringizga yoqib qo'ying. Bu albatta kerak bo'ladi. Meni nomimga hech kim kredit olmaydi, kim ham olardi deb o'ylamang. Qachondir agar shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, keyin qiynalib qolishingiz mumkin.